Assalomu alaykum, kechirasiz. Anas Mobile haqida fikringizni bilmoqchi edik. Yangi joy ekan, kirdim, bir oydan oshibdi. Yomon emas, menga yoqmadi masalan. Yoqmayotgan narsa, hamma narsa bor-da. 2,5 ming xil mahsulot bor. Kirgan odam do'dirab qoladi-da. Nima olsam-ki, nima so'rasangiz, sразу bolalar bor. Mana aka, качественный deb beryapti-da. Aptekaga kirib, aka, men ro'yxatga dorilar bering desiz, ikkitasi bor, mana ikkitasini topyapsiz. Boshqa apteka yurasiz. Shunaqa bo'lish kerak deb o'ylayman-da, bunaqa joylar. Telefonda 90 xil turibdi. Mana oddiy fenni 25 xil fen turibdi. Chexollarga ham 2 yil, 3 yil garantiya berib tashyapti. Mahsulotlarni oling, 5 yil garantiyali narsalar turibdi, tushunyapsizmi? Bizga endi ani arzon bo'lishi kerak, bunday olib chiqishingizga buzilish kerak-da. Bittasiga yana molga o'xshab, yana pul sarflab, nekачественный narsaga o'rganganman-da men. Birinchi qo'lligiga nima deysiz? Shunisini chataq qilishdi. Bizga haligi o'rtada odamlar turishi kerak-da. Masalan, o'zi 2 ismli narsa, odamlar ustiga qo'yishdi hisobiga 2 ismli narsani 2,5 millionga olishimiz kerak-da. Shunaqaga o'rgangan. Bular hozir 2 ismli narsani 210 so'mdan sotyapti. Qanday tushuntirsa, bunday kirganingizda, aka, mani bormi desiz, yo'q, dushanba kun keling desiz, haftalab kutsangiz, bu boshqa narsa-da. Bu siz o'zingiz hurmat qilasizmi? Ha, bu kelaverasiz, men kelmayman masalan. Qaytib kelmayman bu yerga. Mayli aka. Mayli. Siz bilasiz.